Do'stlar, 2025-yil 19-iyun sanasiga ko'rib turganlaring Vadil go'zali noklari. E'tibor berib ko'ringlar. Terim jarayoni. Bu nokka baho 40 ming so'mdan chiqdi do'stlar. Kalibriga baho beramiz, kalibriga. Noklarning ichida eng birinchi pishadigan noklardan bittasi shu hisoblanadi. Pishish vaqti uzib qo'ygandan keyin 4 sutka, 5 sutkadan keyin pishadi. Chunki hozirgi kunda talab shunday bo'lyapti. Sabab daraxt ustida pishadigan bo'lsa, bu eksport qilganingizdan keyin egasiga yetib bora olmay qoladi. Shu sababdan buni hozir uzun vaqti mana ko'rishlaring mumkin. Bir tomoni kulimsiragan qizil bo'lib turadi. Hozir bunga yeb men orqali baho beramiz, lekin hali pishgani yo'q do'stlar. Videoga like bosamiz, o'ng qo'l bilan bismillahirrohmanirrohim. Ichi oq bo'ladi. Mazasiga maza qo'shilishni boshlagan, shirinlashni boshlagan. Kuzgi mavsum uchun buni ko'chatlarga yetishtirib qo'yganmiz. Zakaz qilish uchun 94 139 3339 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanasizlar. Kalibrga baho berasiz. Egasiga yetib boradi, xuddi mana shu holatda mana. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana. Odamning kaftida keladi. Har bittasi 200 gram 150 gramdan balandda. Bir yashiqda taxminan 1 2 3 4 5 5 ga 4 20 ta bo'ladi. 5,5 kilo atrofida yuk bor. Mehnatlariga like bosamiz. Daraxtda turgan holati e'tibor berib ko'ringlar mana. Vaqti bilan asta-sekinlik bilan rang olishni boshlaydi mana. Nokka payvand qilingan, mana hosiliga baho berasizlar. Juda ham seri hosil navlardan hisoblanadi. Mehnatlarga, videolarga bittadan like bosamiz. Kommentariyaga dehqoniga rahmat yozib qo'yasizlar. Sog' salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etasizlar do'stlar.